Assalomu alaykum qadrli tinglovchim. Siz bilan g'oyibona diydor ko'rishib turganimdan xursandman. Fotima roziyallohu haqidagi rivoyatlarimizni o'qishni davom ettiramiz. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sevimli qizlarning xonadonlariga tashrif buyurganlarida Fotima onamiz egnida tuya yungidan tayyorlangan ko'ylakda quchoqlaridagi dilbandlarini emizgan holda qo'llari bilan tegirmonni aylantirmoqda edilar. Qizlarning uy yumushlarini bajarishdagi qiyinchiliklarga ko'ksini qalqon qilishi sevimli payg'ambarimizni juda to'lqinlantirib yubordi va ko'zlariga yosh olib, qizim, oxiratdagi rohat uchun bu dunyo azoblariga sabrli bo'l, zero Alloh taoloning menga vahiy qilgan ushbu oyati shunga dalildir. Bu oyatning tarjimasi quyidagicha edi. Yaqinda Robbingiz sizga ato eturki, siz albatta rozi bo'lursiz. Zuho surasi 5-oyat. Habibi akram sallallohu alayhi vasallamning ko'z nurlari, Fotima-i Zahroning hayoti davomida chekkan musibatlari, bardosh ila yengib o'tgan azob-uqubatlarini ko'z oldimizda jonlantirgan holda, bugungi kundagi musulmon ayollarning zeb va go'zallik uchun qilayotgan sarf va isrofgarchiliklariga boqib, biror gap aytmoqlikka ham ojiz qolmoqdamiz. Qadrli tinglovchi, agar eshittirishlarim sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang.